Sizdan o'sha bir kun olib qolamiz desak, "Yo'q, ketaman, ketib olganmiz." Toshkentga, Tabansaga yotdim 10 kun. Ulardan faqat dori-darmon operatsiya qilmaymiz biz. Yosh katta ekan dedi. Hamma farzandlaringizdan ruxsat olib kelsangiz bo'ladi. Bo'lmasa qilolmaymiz. Shu bilan qaytib keldim-da. Keyin shaxsan Shu yerda o'zimizdan topilib qoldilar, sizlar orqali ularni mana shu sa'y harakatlaring bilan, davolalaring bilan shu yaxshi bo'lib ketdi. Xudoga shukr. Kasbkorlaringga baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan keyin ham ko'pgina kasallarga shifo beringlar. Barakasini bersin ishlaringni, sog' salomat bo'linglar. Hamma dunyolar tinch bo'lsin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Allohu akbar. birinchi bizga kelganlarida 76 yosh dedilar. 2 yil oldin, hozir 78 dan 79 ga qarab ketyaptilar ekan. O'sha vaqtda burundan nafas olish juda ham qiyin edi. Tekshirib ko'rganimizda chap tomon burunlarida перегородка shunaqangi qiyshiq yopilib qolgandi. Undan keyin operatsiya qilganmiz. Hozir og'izdan nafas olib turing baba. Burun to'siqlari tekis. Xolos mana burunlari katta ochiq. Nafas olishlari juda ham yaxshi. Ancha zo'r bo'lgan. Xudo xolasa bu 2 yillik natija. Hozir ham juda ham ahvoli yaxshi. Ko'zlaring burunlar ochiq bo'lib turibdi.